Sizlarga Word dasturiga 1 daqiqada nomer stransiya qo'yishni o'rgataman. Bu uchun biz Word dasturini ochib olamiz. Word dasturida turli xil menyular bo'lgani kabi biz vstavka menyusini tanlaymiz va vstavkadan nomer stransiya bo'limiga kirib olamiz va nomer stransiya bo'limidan o'zimizga mos qayerga nomer stransiya qo'ymoqchi bo'lamiz. Verx stransiya misol uchun bu yerdanmi yoki bo'lmasa e'tibor beramiz. Nomer stransiya, nomerni stransiya. Ko'p globallashgan mana bu shaklda ko'rishimiz mumkin. Mana bu stavka, nomer stransiya. Mana ko'ryapmiz. Nomer stransiya avtomatik qo'yiladi mana shu yerdan. Stavka va nomerni stransiya. Bu yerda ham turli xil ifodalash mumkin. Mana bu shaklda ham mana ko'rishimiz mumkin. Bu yoqdan qo'yildi. Stavka, nomerni stransiya yoki bu formatlarga ham o'tkazishimiz mumkin. Mana burchakda ko'ryapsizmi? Xuddi shunaqa shaklda nomer stransiya qo'yishimiz mumkin yoki bo'lmasa bizga asosan mana bu shakldagi nomer stransiyalar ma'qul. Mana ko'ryapmiz-a? Mana bir pustay stransiya ochamiz hozir. Pustay stransiya. Mana ko'ryapmizmi? Ikkinchi avtomatik qo'yib berib ketaveradi bu. Xuddi shunaqa shakldagi nomer stransiyalar qo'yishni o'rganamiz. Bu yerda turli xil shakllarga bitta, ikkita qo'yilgan. O'shani Ctrl Z orqali hammasini orqaga qaytaramiz. Ko'ryapmiz-a? Yaqinlashtirib olamiz. Nomer stransiya, stavka, nomerni stransiya. Tamam. Mana shu shaklda ifodalab olamiz. Xo'p, sizlarga bonus sifatida men sizlarga o'rgataman. Buni yonida nijniy kolantirul tool. Bu yoqda zaявkalar, imzo, podpiska shunaqa narsalarni qo'yishimiz mumkin. Bu yerga ya'ni veb-saytimizda footer qismi hisoblanadi bu. Footer qismi. Mana bu yerga sarlavha shaklida qo'yishimiz mumkin. Shunaqa shakldan foydalanish uchun